Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 2025-yil 31-dekabr, 2026-yil 5-yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, shu jumladan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Nizomin, Baxmal tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chortoq Tizmas tog'lari, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidrometning xabarida.